Bir ayol shunday hikoya qiladi. Yoshlik paytimda bo'yim yetib, uyimizda sovchilar kela boshlagach, otam 6 yil mobaynida qo'limni so'rab kelganlarning hammasiga rad javobini berdi. Otam har bir eshik qoqib kelgan sovchi yigit bilan mehmonxonamizda o'zi alohida suhbatlashar edi. Suhbatlari odatda yarim soatga borib bormas edi. Sovchi yigit ketishi bilanoq onam shoshganicha "Bu safar nima bo'ldi?" deb so'rardilar. Otam esa "Bo'lmaydi. Kuyovni mahri menga to'g'ri kelmadi. Nasibasi bizni oilamizdek emas ekan", deb javob berardilar. To'g'risi vaqt o'tgan sayin otamni bu gaplardan qattiq qayg'uga tusha boshladim. Go'yoki otam baxtimga to'g'anoq bo'layotganidan ichimga u kishiga nisbatan achchiqlik paydo bo'la boshladi. O'zimcha odam shu darajada ham boylikka o'ch bo'ladimi? Birgina qizini baxtini o'ylagan odam kuyovdan ko'p mahr talab qilishi aqldanmi? deb o'zimga savol berardim. Shunday qilib go'yo qanday mo'jiza yuz berdi-yu, otam kelganlarning biriga rozilik berdi va to'yimiz bo'lib o'tdi. Ammo kuyov menga qancha mahr berganini otam bizga bildirmadi. Hayron qolarlisi, turmush o'rtog'im oldingi sovchilarga nisbatan kambag'alroq edi. Erim ham qancha mahr berganini menga aytmadi. Oradan 10 yil o'tdi. Erimdan biror yomonlik yoki zulm ko'rmadim. Aksincha, menga faqat mehr, muhabbat ulashar edi. Yoshim kattalashayotgan bo'lishiga qaramay, ko'rinishim ancha yosh ko'rinar edi. Shubhasiz, uning sababi erimning menga bo'lgan e'tibori edi. Kunlarning birida otam qazo qildilar. Ta'ziyalari tugagach, erim yonimga kelib, meni bag'riga bosdi va "Kichkinaginam, xafa bo'lma", deb tasalli berdi. Erimni kichkinaginam degan so'zidan hayron bo'ldim. U menga qarab yana "Kichkinaginam, o'shanda qo'lingni so'rab sizlarnikiga borganimda rahmatli otang qizimga uylanish uchun qanday mahr bera olasiz?" deb so'radilar. Men biroz o'ylanib, "Amaki, meni boyligim ko'p emas, lekin qasam ichib aytamanki, qizingiz hattoki sizni yo'qotib qo'ysa ham yetimlikni his qilmaydi. Unga xuddi ota o'z qiziga mehr berganidek mehr berishga va'da beraman", deb javob berdim. Shunda otajonning yuziga tabassum yugurib, "Qizimni senga berdim", degan edilar, dedi turmush o'rtog'im. Shundagina men rahmatli otam meni baxtim uchun qanchalik qayg'urganlarini tushunib yetdim. O'shanda otam bechoradan noo'rin xafa bo'lgan ekanman. Otajonimni Allohim mag'firat qilsin.